Eco-stiker tizimida 2026-yildan jarimalar qo'llanilmaydi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda va ayrim ommaviy axborot vositalarida 2026-yildan boshlab ekologik hududga kiruvchi qizil va sariq toifadagi avtomobillar jarimaga tortilishi haqida xabarlar tarqaldi. Aslida esa vaziyat qanday? Xususan, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ekologik transport tizimi doirasida jarimalar 2 yildan so'ng, ya'ni 2028-yildan boshlab joriy etiladi. 2026-yil bu faqat tizimni yo'lga qo'yish, haydovchilarni xabardor qilish va ekologik madaniyatni shakllantirish davridir. Bu tizim nima uchun kerak? Avtomobillar va yuk mashinalaridan chiqayotgan zaharli gazlar iqlim o'zgarishi, havo haroratining ko'tarilishi va kislotali yomg'irlarga sabab bo'lmoqda. Tizimning bosh maqsadi aholi orasida ekologik transport tushunchasini keng targ'ib qilish va shaharlarimiz havosini sifatini yaxshilashdir. Stiker rangini o'zgartirish mumkinmi? Albatta mumkin. Agar avtomobilingiz dastlab sariq yoki qizil stiker olgan bo'lsa, uni texnik sozlash orqali rangini yashilga o'zgartirish imkoniyati mavjud. Respublikamizning barcha hududlarida zamonaviy diagnostika markazlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Haydovchilar o'z mashinalarini texnik ko'rikdan o'tkazib, stiker rangini yaxshilashlari mumkin. Elektron ogohlantirish tizimi mavjudmi? Albatta mavjud. Jumladan, yo'l harakati xavfsizligining yagona elektron tizimi va kameralar orqali haydovchilar qaysi hududga kirish mumkin yoki mumkin emasligi haqida oldindan xabardor qilib boriladi. 2026-yilda hech kim jarimaga tortilmaydi. Bu vaqt oralig'ida har bir haydovchi o'z avtomobilining texnik holatini yaxshilash imkoniyatiga ega bo'ladi. Avtomobillarni o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazish va sifatli yoqilg'idan foydalanish nafaqat tabiatni asraydi, balki harakat xavfsizligini ham ta'minlaydi.